Hammaga salom. Bugun bizda sizlar bilan 6-dars. Biz 6-darsda bugun sizlar bilan sifatlarni ko'rib chiqamiz. Imya прилагательное. Demak, agar siz rus tilini tez va oson, qisqa vaqt ichida o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana o'zimni rus tili kursim bor. U yerga yozish uchun men sizlarga ilova qoldiraman. Shu videoning tagida shu ilova orqali o'tib, ism, familiya va raqamingizni qoldirsangiz, sizlar bilan bog'lanishadi va to'liq ma'lumot berishadi. U darsda sizlar hozirgi bo'layotgan har bitta darsimni to'liq formada ko'rishingiz mumkin va u yerda yordamchi o'qituvchi bo'ladi. U bilan sizlar yana shug'ullanishingiz mumkin va o'zingizlarni qiziqtirayotgan savollarni berishingiz mumkin. Demak, bizda sizlar bilan прилагательное, demak, sifat. Sifat rus tilida какой, какая, какое, какие savollariga javob beradi. Demak, bu qanday degani. Har bittasini o'zini formasi bor. Это, например, какой bu bizning мужской rodda, какая женский rodda, какое средний rodda, какие это ko'plik. Множественное число. Har bittasini yozib olishinglar kerak va eslab qolishinglar kerak. Demak, bizda sifat qanday qilib ishlatiladi? Asosan sifat har doim bizda ot bilan ishlatiladi. Demak, прилагательное plus существительное. Sifat plus ot. Bizda har doim ot qaysi rodda kelsa, xuddi shu rodda sifat ham keladi. Например, dom savol berib ko'ringlar. Qanday uy? Dom bizda мужской rod bo'lgani uchun biz какой deb savol beramiz. Chunki мужской rodda bizda какой, женский rodda какая, средний rodda какое, ko'plikda какие. Buni ham yozib olishinglar kerak. Keyingisi bu bizda sifatlar. Sifatlarning o'zini gruppalari bo'ladi. Rus tilida bizda birinchi gruppa bor. Bu ham bo'lsa, мужской rodda oy, женский rodda aya, средний rodda oye, ko'plikda iye formada ishlatiladi. Bu ham birinchi gruppani, birinchi podgruppasi hisoblanadi. Например, у нас будет с вами слово yosh. Rus tilida yosh это молодой. Sifat formasida молодой. Shunda bizda женский rodda молодая. Средний rodda молодое. Va ko'plikda молодые. Har bittasini окончанияsiga ahamiyat berib, keyin qo'llashimiz kerak. Lekin bizning sifatimizda ikkinchi podgruppasi bor. Demak, qanday ishlatiladi? Oy, aya, tak. Oy, aya, oye, lekin iye. Qachon bizda ikkinchi gruppa ishlatiladi? Ikkinchi gruppada bizda oxirida harf iye bo'lyapti. Qachon bu keladi? Agar so'zlarning oxirida bizda konkretni harflar bo'lsa, g, k, x, sh, sh, ch bo'ladigan bo'lsa, bulardan keyin hech qachon bizda i harfi kela olmaydi. Shuning uchun biza именно oy, aya, oye, iyeni ishlatishimiz kerak. Misol uchun katta по-русски будет большой. Большой, женский rodda большая, средний rodda большое и ko'plikda большие. Nimaga iye bo'ldi? Chunki большойda mana bu окончаниyadan oldingi harfga ahamiyat beradigan bo'lsak, bizda sh bor. Mana большие. Shuning uchun bizda iye bo'ldi. Bu bizda birinchi gruppa hisoblanadi. Uni yozib olishinglar kerak. Demak, yozib olgan bo'lsanglar, men sizlarga hozir eslab qoladigan va har bitta sifatni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Вот смотрите. Bizda konkretный so'zlar bor. Например,
Daragoy. Daragoy degani bu bizada qimmat yoki qadrli. Demak, ishlatayotganimizda daragoy bu bizada mujskoy rodda, женский rodda, вообще birinchi gruppaga ham ikkinchi gruppaga kiradimi? Ahamiyat berib tanlab olishimiz kerak. Из-за того, что bizada daragoyda g harfi bor. G bizada mana ulardan keyin hech qachon bizada uy kelmagani uchun nima bo'ladi? Ikkinchi gruppasiga kirib ketadi. Birinchi gruppani ikkinchi podgruppasi hisoblanadi. У нас будет дорогой, дорогая, дорогое, dorogi. Mana bu окончанияni ishlatishimiz kerak. Zloy bizada birinchi gruppaga kiradi. Nimaga? Chunki L harfi bu spiskda yo'q. У нас будет злой, злая, злое, злые. Понятно? Молодой bizni ko'rdik. Плохой bizada qaysi gruppaga kiradi? 1 yoki 2? Da, 2. Nimaga? Chunki bizada H harfi bor. H harfi mana spiskda bor. Shuning uchun плохой, плохая, плохое, плохие. Biza har bitta harfga ahamiyat berishimiz kerak. Keyingisi ночной. Ночной birinchi gruppami, ikkinchi gruppami? Bizada ночной birinchi gruppaga kiradi. Nimaga? Chunki n spiskda yo'q. И у нас как будет? Ночной, ночная, ночное, ночные. Keyingisi дневной. Дневной degani kunduzgi. И у нас будет опять первая группа, chunki n yo'q. Злой, например. И у нас дневной, женский род, дневная, средний род, дневное, ko'plik, dnevные. Demak, bu so'zlarni maslahatim yozib eslab qolinglar. Endi bizani ikkinchi gruppamiz bor. Ikkinchi gruppani ham ikkita podgruppasi bo'ladi. Как мы это используем? Значит, agar bizada so'zlar и мужской rodda, я женский rodda, е средний rodda, ko'plikda и bilan tugasa. Qachon? Например, кок по-русски синий. Shuni женский rodda nima bo'lyapti? Синяя. Синяя. Средний rodda синее. И ko'plikda siniye. Aytilishiga ham ahamiyat berishimiz kerak. Chunki bizada gapirilayotganda ozgina boshqacharoq chiqadi. То есть синий, но синяя. Ya bir xil ko'paytirib boradi. Ya'ni shuning uchun ozgina boshqacharoq bo'lib, noto'g'ri formada aytilishi mumkin. Следующее, bizada ikkinchi gruppasi bor. Bu bizada i bilan tugaydi, но уже boshqacharoq. И мужской rodda, а я женский rodda, е средний rodda, и ko'plikda. Qachon? Mana biz sizlar bilan yozdik spisk, to'g'rimi? G, K, H, J, Sh, Ch qilib. Demak, agar bizada shu harflar keladigan bo'lsa, bu harflardan keyin bizada hech qachon ya harfi kelmaydi. То есть bu bizada eslab qolinadigan qoida. Shuning uchun, например, bizada с вами слово пусть будет qaynoq. Qaynoq по-русски горячий. Demak, chdan keyin agar bizada ya kelmasa, demak a keladi. И у нас будет как? Горячая. Средний род. Горячее. Ko'plikda горячие. Demak, biza уже ikkinchi gruppani ham ko'rib chiqdik. Yozib olishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Demak, sizlar bilan xuddi shu so'zlarni hozir ko'rib chiqamiz. Mana. Как мы это используем? Qanaqa ishlatamiz? Demak, mягкий variant hisoblanadi bu gruppa. Men 2 deb nomlayman, osonroq bo'ladi. Demak, bizada звездочкали so'zlar bor. То есть bular ikkinchi gruppani ikkinchi podgruppasiga kiradi. Birinchi gruppasiga nima so'zlar kiradi hammasi.
va bularni biz yodlab, eslab qolishimiz kerak. Maslahatim hammasini yozib olinglar. Mana. Va bizda sizlar bilan 3-gruppa qanday qilib ishlatiladi. Agar siz rus tilini tez va oson, qisqa vaqt ichida o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana o'zimni rus tili kursim bor. U yerda har bitta tema polностью tushuntirilgan, to'liqroq ma'lumotda va u yerda yordamchi o'qituvchi bo'ladi. Agar siz rus tilida o'rganib turib, o'qituvchi bilan qo'shimcha savollaringizni berib o'rganmoqchi bo'lsangiz, shu kursga yozilishingiz mumkin. Yozilish uchun shu videoning tagida men sizlarga ilova qoldiraman. Ilovadan o'tib, ism, familiya va nomeringizni qoldirsanglar, sizlar bilan bog'lanishadi va sizlarga kurs haqida to'liq ma'lumotni berishadi. Поехали. Значит, 3-gruppa bu o'zi eng asosiy gruppa hisoblanadi, chunki ko'p sifatlar shu gruppaga kirib ketadi. Iy, aya, oyi va iye. Например, chiroyli, красивый. Да, iy bo'ldi. Женский rodda shunda. Красивая. Нормально. Средний rodda красивое. Понятно? И ko'plikda красивые. Nimaga? Chunki shu qoida bo'yicha ishlayapti. Lekin bizning ikkinchi gruppamiz ham bor. 3-gruppani ikkinchi podgruppasi hisoblanadi. Qachon? Demak, bizda iy, aya, oye, iye qanaqa qilib ishlatiladi? Например, у нас будет с вами так, kichkina. Kichkina по-русски маленький. Маленький nimaga bu gruppaga kirib ketdi? Bizning gruppamizda, ikkinchi gruppamizda ahamiyat bergan bo'lsanglar, GKH, JSH harflari bo'lishi kerak. Agar shu harflar bo'lsa, hammasini ikkinchi gruppasiga ahamiyat berishimiz kerak. И у нас как это будет? Маленький. Женский rodda маленькая. Men aytgandim, GKH, JSHlardan keyin hech qachon ya harfi kelmaydi. Поэтому будет маленькая. Средний rodda маленькое. И ko'plikda nimaga bizda iye bo'lyapti? Chunki bizda yana GKH, JSH keldi. И у нас будет маленькие. Bu bizning 3-gruppamiz. Hozir har bittasini yana ko'rib chiqamiz va eslab qoladigan so'zlarni yozib olamiz. Birinchisini yozib olinglar. Demak, bizda tвердый variant gruppamiz ham bor. Значит, tвердый variant. Пусть у нас будут слова. Да. Например, bizda eslab qoladigan so'z bu маленький. Лёгкий degani yengil. U ham bizda 3-gruppani ikkinchi podgruppasiga kiradi. Nimaga? Chunki bizda yana k harfi bor. Или громкий bu baland ovozga nisbatan degani. И у нас как будет? Громкий, громкая. Nimaga aya bo'ldi? Chunki bizda yana k harfi bor. Тихий bu ovozga nisbatan past degani. И у нас женский rodda nima bo'lyapti? Тихая. Средний rodda тихое. Va ko'plikda тихие bo'lishi kerak. Значит, bu so'zlar mana biz yozuvchiga yozib olinadi, qoidaga to'g'ri kelmaydi. Eslab qoladigan, ikkinchi gruppasiga kiradigan, 3-gruppani ikkinchi podgruppasiga kiradigan 4 ta so'z. Qolgan hammasini ham ko'chirib oling, shunda osonroq bo'ladi va uyda har bir sifatni o'zgartirib, bilmaganinglarni обязательно izohlarda yozib qoldiringlar. Men hammasiga javob berishga harakat qilaman. Так, demak biz sizlar bilan hozir sifatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi удобный, неудобный, qulay, noqulay. Demak, женский rodda удобная, неудобная, средний rodda удобные, неудобные. Ko'plikda удобные и неудобные. Следующее. Новый и старый. Когда мы с вами используем новый и старый, qaranglar, новый это yengil.
Старый это eski. Lekin starый ikkinchi ma'nosi bor. Bu bizada qari. Qari odamlarga nisbatan aytmoqchi bo'lsanglar, bizada starый bo'lishi kerak. Keyingisi красивый. Красивый, chiroyli, xunuk, некрасивый. Или вы можете сказать уродливый, но bu ishlatilmaydi. Поэтому мы используем с вами некрасивый. Biz разговорda emas, adabiy so'zlarni ishlatishimiz kerak. Keyingisi bu теплый va холодный. Теплый iliq, холодный muzdek. Добрый, mehribon, zloy, jahldor. Длинный, uzun, короткий, kalta. Iltimos, odamlarning bo'yiga nisbatan bu sifatlarni ishlatmanglar, длинный bilan короткийni. Ko'plar yo rosa adashtiradi, это неправильно, bu noto'g'ri. Qiziqarli, интересный, zerikarli, скучный. Высокий, baland, низкий, past. Вот, odamlarning bo'yi haqida aytmoqchi bo'lsanglar, высокий, baland odamlarga nisbatan aytiladi. Past odamlarga nisbatan низкий aytilishi kerak. Быстрый bu tez harakatga nisbatan, медленный sekin. Yana deyish rasmlar bo'yicha tushunarli bo'lyapti. Spesialni o'zim yozmadim, chunki yozuvimni gapirdinglar. Так, дешевый, arzon, qimmat, дорогой. No, biz дорогой yana sizlar bilan qadrli ma'nosida ham ishlatamiz. Громкий bu ovozga nisbatan baland degani. Past demak тихий ovozga nisbatan. Горячий qaynoq переводится. И sovuq muzdek у нас будет холодный. Большой katta, kichkina маленький. Тяжелый bu og'ir. Bu именно qanaqadir og'irlik haqida gap ketyapti. Легкий bu bizada yengil. Ikkinchisi trudный. Trudный degani bu qiyin. Demak, matematikada qanaqadir misollar qiyin bo'lishi mumkin, qanaqadir упражнениялар qiyin bo'lishi mumkin. Va shunda trudный ishlatiladi. Yengil yoki oson formasi ahamiyat berayotgan bo'lsa, ikkalovida ham легкий turibdi. Demak, bu og'irligi nisbatan kam bo'ladigan bo'lsa, demak u легкий bo'ladi. И, например, bizani qanaqadir matematika misolimiz oson bo'ladigan bo'lsa, biz yana легкийni ishlatishimiz kerak. Bularni maslahatim, конечно, yozib, eslab qolinglar. У нас тут упражнение. Sizlar buni o'zingizlar qilib ko'rishinglar kerak, mustaqil ravishda. Chunki baribir ko'rib chiqishinglar kerak. Bu tema bo'yicha уже sizlarga mashq, упражнение qilsanglar, shunda temani yaxshiroq eslab qolasizlar. Вот смотрите, birinchisiga men yordam beraman. Дорогой telefon nimaga o'y bo'ldi вообще? Biz yana nimaga qaytib kelamiz? Sizlar bilan birinchi gruppamizga qaytib kelishimiz kerak. То есть biza eslab qoladigan sifatlarni ko'rib chiqib, keyin уже mashq qilishimiz kerak. Agar videoda men bu sifatlarni yozmasdan eslab qolaman deb o'ylagan bo'lsanglar, yana boshqatdan 2-3 marta ko'rib chiqinglar. Shunda eslab qolishinglar mumkin. Shunda bu упражнениеda biza har bitta sifatga ahamiyat va so'zlarga ahamiyat berishimiz kerak. Дорогие часы, да? То есть qimmat soatlar. Дорогое вино и дорогая sumka. Дорогой bu yerda bizada qimmat ma'nosida kelyapti. Endi biza qolganlar hammasini uyda sizlar o'tirib o'zingizlar qilishinglar kerak. Mana men mundoq qilaman. Shunda yozib olishinglar va rasmga uni screen qilib olishinglar mumkin. Endi sizlarning damashkali shu. Keyinroq biz sizlar bilan yana qiziqarli bir mavzularni ko'rib chiqamiz. Lekin sizlarga kerakli bo'lgan mavzularni обязательно izohlarda yozib qoldiringlar. Men o'qib o'sha temalar bo'yicha sizlarga darsliklar tayyorlashga harakat qilaman. Va agar siz rus tilini tez va oson, qisqa vaqt ichida o'rganmoqchi bo'lsanglar, meni o'zim rus tili kursim bor. U yerda yozilib, demak, yozilish uchun nima qilishinglar kerak? Shu videoning tagida ilova qoldiraman. Ilova orqali o'tib, ism, familiya va raqamingizni qoldirsangiz, sizlar bilan bog'lanishadi va kurs haqida sizlarga to'liq ma'lumotni berishadi. Keyingi urug' sizlar bilan ko'rishguncha